Bilim kibrli odamga yuqmaydi. Agar hozir o'rganyapsizlar, misol uchun o'rtog'ingga qaraysan, o'rtog'ing sendan bilimi pastroq. Sen shuni ham bilmaysanmi? Men tinglamani bilaman. Men masalalarni ichishni bilaman deb kibrlansang, bilim yuqmaydi. 2 soat emas, 3 soat emas, 24 soat yotib turib o'qisang ham, kitobni teshib olsang ham, lekin kibring bo'lsa, ilm yuqmaydi. Yana bitta xususiyatlardan biri ilmda qaranglar. Niyati xolis bo'lmagan odamga ilm yuqmaydi. Bekorga aytmayapman, mana kamera shuni aytmayapman bu narsani. Mana shu xislat bor bo'lsa, o'zingga qara. Agar bor bo'lsa yo'qot, bo'lmasa ilmli bo'la olmaysan. Niyat nima degani? Niyating o'quv markaziga kelyapsan, jo'ralaringga o'quv markaziga boryapman deb maqtanish uchunmi? O'quv markaziga kelyapsan, niyating qarindoshlaringga maqtanish uchunmi? Yoki uydagilaringga yaxshi ko'rinish uchunmi? Niyat nima bo'lishi kerak? Niyat. Men yaxshi o'qisam, ota-onamni xursand qilsam, kelajakda yaxshi bir kadr bo'lib yetishib, ota-onamni oldida ishlab, ota-onamga yaxshi sharoitda bersam, O'zbekistonimni, vatanimni ravnaqini, bayrog'ini yuqoriga ko'tarsam bo'lsa, niyat o'sha niyatda bo'lsa, ilm yo'qadi. Agar niyat yomon bo'lsa, ilm yo'qmaydi. Kelajakda boy bo'lib ketsam, kambag'allarga, beva bechoralarga yordam beraman degan maqsadda bo'lsa, niyat ilm yo'qadi. Tushuntira olayapman-a? Keyin yana bitta xususiyatlardan biri tortinchoq odamga ilm yo'qmaydi. Bugun bundan biliming kam bo'lishi mumkindir. Agar tortinmay turib so'rayversang, o'zingni o'qqa ham, cho'qqa ham ursang, bilim olishni, ertaga bundan kuchli bo'lasan. Boshida hozir bitta nuqtada bo'lishlaring mumkin. Kim harakatni ko'p qilsa, o'sha ko'proq yuqoriga chiqadi. O'ylama, 5 minut darsda menga bilim yo'qib qoladi. Yo'qmaydi bilim. Qancha ko'p mehnat qilsang, shuncha bilimli bo'lasan. Hozir qara, kamera uchun gapirmayapman buni. Hammaga tekshirib gapiraman. Otang, onang kammi ko'pmi senga mehnat qilib pul topib beryapti, repetitorga olib kelishga. Men ko'rmagan kunlarni ko'rsin, men bora olmagan joylarga borsin deb seni yerga olib kelyaptimi? Ota-onang mablag' jihatdan senga yordam beryaptimi? Mana bu yerda ozmi ko'pmi ustozing men mehnat qilyapman, vaqtimni sarflayapman, kerak bo'lsa sog'ligimdan, energiyamdan kechyapmanmi? Ota-onang iqtisodiy tomondan yordam beryapti, men bilim tomondan yordam beryapmanmi? Mana bu ikkalasi jipslashgan joyda qarsak chiqadi-da. Qarsak chiqmasa, u mehnatlar zoya ketganligi bildiradi. Ota-onangning mehnatini, mening mehnatimni zoyaga ketkazma. Mana bu ikkalasi birlashgan joyda qarsak chiqsin. Tushuntiryapman-a qo'shnilar? Mana shu mehnatlarimizni ro'yobga chiqaringlar. Meni hurmat qilmasang ham ota-onangni hurmat qil. Mana bu yerga olib kelyapti, kiyintiryapti, yeganing oldingda, yemaganing orqadami ro'yobga chiqar bu narsa. Tushundira oldingmi? Mana Bek Muhammadlar maqtayapman, ota-onasiga ming rahmat deyapman. Xuddi shunday sizlarni ham ota-onalaringga ming rahmat deyapman. Tushundira oldingmi, javoyatlar? Yaxshi aytamiz.